Bo'g'irsoqlarni shu usulda tayyorlab, tugib, muzlatib daromad qilishingiz uchun hayitdan 10 kun oldin sizlarga shu retseptni berishga qaror qildim. Idishga margarin va mol yog'ini eritib solamiz. Ustiga iliq sutni qo'shamiz. Sut o'rniga suv qo'shsa ham bo'ladi. Tuzni solamiz. Tuz ergunicha yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Oliy navli unimizni elakdan o'tkazib solib, yumshoq xamir qorib olamiz. Mahsulotlarni qancha o'lchamda solganimni video ostida yozib qoldiraman. Videoda ko'rayotganinglardek, bo'g'irsoq xamirimiz juda qovushuvchan va yaxshi zuvala bo'lib chiqadi. Hayit dasturxoni uchun siz ham bu usulda bo'g'irsoq tayyorlab ko'rganmisiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiringlar. Qorib olgan patir bo'g'irsoq xamirimizni 30 daqiqa ustini salofan bilan o'rab tindirib qo'yamiz. Mana birpasda vaqt o'tib xamirimiz ham tindi. Tingan xamirimizni jo'va yordamida 0,5 santimetrdan qalinroq qilib yoyib olamiz. Xamir o'lchamini 4 santimetrga 7 santimetr qilib kesib olamiz. Xamirni qiyshiq kesib qo'ymaslik uchun xuddi men kabi jo'va yordamida kesishingiz mumkin. Tayyorlab olgan xamirlarimizga shakl berishdan oldin qozonimizga yog'ni solib qizdirib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni chovlida videoda ko'rsatilgandek qilib iz tushirib shakl berib olamiz. Bu bo'g'irsoqlarni salofan paketlarga solib hayit bayramigacha saqlashingiz mumkin. Shu orada o'zim ishlatadigan Mio Home kir yuvish gellarini sizga tanishtirib o'taman. Mio Home kir yuvish gellarining hidi shunaqa zo'rki, kiyimlardagi dog'larni osongina ketkazadi va shu bilan birga ularni parvarishlaydi. Siz ham Mio Home kir yuvish gellaridan olib foydalanib ko'ring. Bu usulda tayyorlangan bo'g'irsoqlarni retsepti ishonchli, o'zi juda mazali bo'lib chiqadi. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'ling, videoni yaqinlaringizga yuboring.